漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Qaraganda Yunazava 5-6 yoshlarida yetim qolgan ekan. Shuning bilan uni Ezda Sezava degan birisi beqib olibdi. Olli yig'lama. Bu bo'lmasa. Bakmo bechar ekan. Birisi beqib olsa zodi bo'lmagadek. Bu bola ras aqlli ekan. Mani keldi. Hacatma sokakına. Öyümüzde yoyunuş toğudan moşu bir sılı var. Yoyunup çıksa adam rahatlanır. Yeniklep başkası ısıp kalıdı. Endi benim balam bağan deyken şuna layık olsun gerek. Kandak dedim. Yonazava tug'ilishtirli g'ayrat qildi. Sezavaning ta'sirida Yonazava texmi g'alati bo'lib ketdi. Shunday qilib Yonazava bu uyda 4 yilni o'tkazdi. Yonazava nima qilyapsan? Beshim og'rib ketdi-ku. Xafa qolsan-ku. Hay, bo'ldi. Chanmasan-chu. Chanma. Beshim og'rib ketdi. Voy beshi. Ma bolaning bo'lganda. Asta. Yonazava doktor tag'isining yetaklashi bilan meditsina ilmini tirishib o'rgandi. Ammo ayni vaqtdagi Yaponiya yana qadamqa tibbiy ilm bosqichida turibdi. Doktorlarning odam anatomiya prinsiplariga, shundaqla uning fiziologiyalik qurilishiga bo'lgan tushunchasi texnik aniq emas edi. Yonazava tibbiy ilm jihatdagi izlanishni boshlagan vaqtda Idoning chat ko'chasida ona mehridan bahramand bo'lmagan bir bovoq dunyoga ko'z ochdi. Tug'ut tez bo'lganlikdan bovoq tug'ilibla ona bu dunyodan ko'z yumdi. Bu bovoq keyingi konshir, ya'ni men edi. Mening dadam doktor edi. Shunga men Yonazavaga o'xshash o'zligimdan meditsina ilmiga kirishib ketdim. Vaqtning o'tishi bilan meditsina ilmini izlanish istigim texmi kuchaydi. Saviyamni uzluksiz o'sib bordi. Yonazavami menga o'xshashlar qarindoshlarini hayotidan ayirgan kasalliklarni bakma o'sh ko'radi. Yonazava bag'ansir joylashib ketdi. Ayni vaqtda g'arb meditsina kitoblari bakma oz edi. Kitob balami hech qanday maqsadsizla o'qib qo'yapti xolos. Hammaga ma'lum. Ayni vaqtdagi Yaponiya bekinmachilik siyosatini yo'l qo'yg'ashga chet ellar bilan bo'lgan aloqasi intayin oz edi. Faqat Kyosho, Nagasaki qatorliq intayin oz sondagi joylarla Gollandiya bilan ancha-munchalar uchoq savdo qilib qo'yapti. Gollandiyaliklar olib kelgan narsalar bakma oz bo'lsa-mu, lekin ular g'arb madaniyati bilan sifati bilan yanada Yaponiyanikidan ko'p ilg'or edi. Yonazavami bu nuqtani tushunib yetganlarning biri edi.
G'aritni meditsina kitoblarini bir o'qib baqqan bo'lsam, lekin qanday qilib bilan muhazadini tushunamsan? Yaponiyada o'qib tushunadigan bir rasm yo'q-da. 30 oshgan chig'imda men bir necha g'aribcha kitoblarga erishdim. Lekin bir xatnimi to'lmag'achqa, yanala quruq varaqlashdan boshqa amalim yo'q edi. Bu kitoblarni yozganlar odam g'arib ishlar qilganni biz qila olishimiz kerak-ku. Dal shu chog'da men Yonazawa bilan tanishib qoldim. Odatdagi odamlar bo'lsa chet el tilini o'rgangili bo'lmaydi deb qarashidi. Biroq jahil Yonazawa bu niyatidan qat'iy yanmadi. Kun bo'yi to'g'risi yozilgan Gollandiya yoziqlari bilan kirishib qoldi. Yonazawa, menimcha bo'ldi qilsak bo'lamiki? Bu xatlarni men o'rganamidikmi? Zodila amal qilamidin. Yonazawa o'ylab baqina. Shundoq cho'ng Nagasakida Golland tilini bildiganlar chiqmadi-yu, Idodagi yerdan chiqishi texnik mumkin emas. Hey, men cho'qim o'rganalayman. Sizlarning bo'lmaydi deganinglarga bo'lsa-mu o'rganib chiqsizlarga bir ko'rsib qo'ymasam bo'lmaydi. Yonazawa, men bir xush xabarni oldim. Haliqi Yaponiyaga polni olib kirgan Kobigonbu degan apandi Golland tilini bilar ekan. Biz shuni topaylik. Yaxshi-ku. Biz uni tez topaylik. Endi biz Golland tilini o'rganib olgan bo'ldik. Er kishini mono deydi. Mono. Ayolni filavo deydi. Filavo. Filavo. Kichik bolani kerito deydi. Kerito. Do'st deganni bichari deydi. Bichari. Efendim, ko'zingizni iching efendim. Baqirmanglar. Men deganni Yiko deydi. Yiko. Efendim. Baqirmanglar. Uni aramang. Baha deganni Hiyot deydi. Oxirlashish deganni Ayit deydi. Ayit. Efendim, siz ölüp kalsanız bulmaydı efendim. Efendim. Gonyo efendim bizga o'gitib qo'ygan u bir necha eg'iz gollandiyachi so'z bizning keyingi ishlarimizda cho'ng rol o'ynadi. Uzoq o'tmayla men yana Nagasakida hukumatda golland tili tarjima qiladigan odamning Ido kelgan xabarini oldim-da, Ido shahrining bulon pushqoqlarigacha izlab, oxiri u odamning uyini topdik. Yordam qiling efendim. Yo'q, bo'lmaydi. Ido shahrida Gollandiya tilini o'rganishga qat'iy bo'lmaydi. Undaqda Nagasakiga berib gollandiyaliklardan til o'rgansak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nagasakida gollandiyaliklar bilan xohlagancha aloqa qilishga bo'lmaydigan tursa, sizlarning bu o'rganishinglarda 30 yilda meditsina kitobini ko'ra olishinglar mumkin emas. Meningcha sizlar yana 30 yil sarf qilsanglar qanday bo'lar ekan, tang? 30 yilda o'rganamasak, 50 yilda o'rganamiz. Biz cho'qim o'rganib chiqamiz. Ey, Yonazawa, nima? Bu apandaning deyishicha, bizning gollandiyachini o'rganishimiz mumkin emas-ku. Biz 600 necha xom so'zni o'rganib oldik-ku. Mushuni o'zim yetidi. Ha? Gonyo efendim bizga 600 necha xom so'zni o'rgatib qo'ydi-ku. Endi qog'ini o'zimizga bog'liq. Yonazawa golland tilini texmi cho'nqir izlanishga boshladi. Men mobika yurmadim albatta. Nagasakiga berib qimmatbaho gavhardan birini setib oldim. Bu gavhar Gollandiya yozig'ida yozilgan meditsina kitobi edi. Lekin nurg'un pul xashlab setib olgan bu kitobdan bir xatni to'lamaydik. Hatto kitobning ismini ham o'qiyolmadik. Mazmuniga kelsak, faqat qistirma rasmlarni ko'rib, bir narsa bilgandek bo'lardik. Bu saviyamiz bilan batvaraqlashdan boshqa qila olmaydik. Bir amal qilib o'qib tushunishimiz kerakdi. Shunday kunlar keladi. O kunni biz taqazzonlik bilan kutmoqda edik. Bola, yomon ish qilib o'ldirilgan jinoyatchilar. Agar meditsina tadqiqot uchun ishlasanglar, Tangri sizlarni cho'qim yo'laydi. Ep ketib, oldirmay operatsiya qilinglar. Odamning ishki qurilmasini aniqroq bilish uchun Yonazawa ikkimiz odam anatomiyasi tadqiqotini boshladik. Bu kitobga yozilganlar to'g'ri chiqdi-ku. Sizlarning suratlar amaliyotga o'xshash ekan-ku. G'aribliklarning bu jihat tadqiqoti bekli to'g'ri ekan. Oy, Yonazawa, sizning kitobingiz menikiga o'xshash ekan-ku. Gollandiya meditsina kitobining Yaponiyaga elkirilgini bilmaskanda. Ras, nimani degan bilan bizni bu kitobdan birla emaskan-ku. Qara. Bo'ldi. Yana kelib bu ikkili kitob bizning qo'limizda ekan. Qara, bularni to'g'ri ketgan. Yo'q. Bu to'g'ri kelib qolganlik emas.
Bizning tirishib o'rganganimizning natijasi. Shundaq Tangrining iltimoti. To'g'ri deding, Yonazawa. Kunishiro, biz birlikda bu kitobni yaponchaga tarjima qilaylik. Yaponiyaning meditsina ilmi bu kitobga bakmi ehtiyojliq. Odatda bakmi kimsiz Yonazawa hozir mushundaq o'tkir so'zlarni qilyapti. Endi uni har qanday odam niyatidan yondirolmaydi. Shuning bilan biz o'rganib olgan 600 xom so'zga tayanib, chet el tili kitobini tarjima qilishdek ulug'vor planimizni boshladik. Yonazawaning zehni uyg'ib turadi. Sharoit qancha og'ir bo'lsa-mu, u yanada izlanishni to'xtatmaydi. Kishilar 600 xom so'zga tayanib, shunchalar qilim bir kitobni tarjima qilib chiqish mumkin emas deb gumonlanishdi. Lekin 3 yildan keyin munavvar tarjima asar matbaadan chiqdi. Taykijo odam anatomiyasi degan bu asar hozir odam anatomiya kitobi deb atalmoqda. Bu kitobning tarjimoni degan o'ringa faqat mening Yamada Konishiro degan ismim yozilib, Maino Yonazawaning ismi yozilmagan edi. Nima uchun demsizlar? Buni Yonazawaning o'zidan anglab ko'raylik. O tarjimonning tushuntirishi degan yerga mushundaq izoh bergan. Mening qilishimning tilg'og'chiligi yo'q. Anladım ama Yonazawa mana mushundaq bir odam. G'alati mijozlik, johil. U rostli shundaq. Men endi tirishishim kerak. G'alati mijoz, johil. G'alati mijoz, yashson g'alati mijoz. G'alati mijoz yashson g'alati mijoz, yashson. Bundan taxminan 100 yil ilgari qorimiz bilan qoplangan Shimolimiz okeanida bir kema paydo bo'ldi. Bramor nomli bu kemada Norvegiyalik ekspeditsiyachi Nansen Fridtjof bor edi. Shimolimiz okean dengiz iqlimining qonuniyatini tekshirish uchun Nansen kemani atay muz to'silgan joyga olib to'xtatdi. Mushundaq bo'lganda Shimolimiz okeanda laylab yurgan yog'ochlardan bu yerning dengiz iqlimining ahvolini tekshirib chiqqili bo'ladi. Ey, Nansen, nima qilyapsiz, ha? Kapitan, men rastli qoyil bo'ldim. Saqlaverib taqtim taq bo'ldi. Biroq men burunli ideyani tayyorlik qilib qo'ygan. Chidash kerak. Birodar, uncha taqat sizlarning o'zingizda erkin tuting. Erkin tut demsiz? Erkin tut. Men paraxotni o'zimni erkin tutayotganimga 1 yildan oshdi. Naq 1 yildan oshdi. Shundaq. Framor nomli kemaning Shimolimiz okeanga qapsilib qilib, muz parchalari bilan birga laylab yurganiga 1 yildan oshdi. Nansenning taqatsizlanishining sababi bor albatta. Ularning bu qatimliq tekshirish nishoni Shimoliy qutb edi. Nansen cho'nqur o'ylandi. Muz parchalari bilan birga dengiz iqlim bo'yicha laylab yursa, Shimoliy qutbga berib qolishi mumkin. Biroq muz parchalarining o'tkilishi bakma asta. Uni kutib o'tirsa, Nansenning vaqti yetishmaydi. Bu qatimliq tekshirish vazifasi og'ir edi. Har qatim vatan va xalqning qo'llab-quvvatlashi va yordamini o'ylaganda Nansen qattiq azoblanadi. Muzliqning u tarafi Shimol qutbi shu. Biroq paraxotning yo'lini muzlar to'sib oldi. Uyaga ozroq yig'ilishga imkoniyat yo'q. Piyoda berish texmi mumkin emas. Bundaq siliq muz yuzida faqat chani bilan berish mumkin. Bo'ladi. Cho'qim bo'ladi. Kapitan, biz mushundaq laylab yursak, 7-8 yilda yetib boramaymiz. Mening bir optan charam bor. Shimoliy qutbga chang'i bilan bora olamiz. Nima? O'zingiz yolg'izmi? Yana bir hamroh qo'shib olsamlar, chani bilan bora olamiz. Nansen, o'zingizni besi bilan. Kapitan, men xeli burunli o'ylagan. Bu qatimliq safarimizda qahrton sovuq, har xil qiyin xatarlarga yo'l qo'yishimiz turgan gap. Hatta berib qaytib kelmasligimiz mumkin. Bularni nurg'un qatim o'ylandim. Sovuq bilan xavf xatarli emas. Qaytib keladigan yo'lni farqlantirishning o'zlari bir masala. Bu laylab yurgandan mingasi xatarlikchi-mi? Bular menga ayon. Boshqa har qanday ishga chidig'li bo'ladigan, lekin bundaq bir joyda medirmay turishga zodi chidig'li bo'lmaydigan. Men nishonimga yetish orzuyimni amalga oshirish uchun tirishman. Mag'lub bo'lgan ish bo'lsa-mu berib sinab baqay. Zodi boraman desangiz, mayli, amasa g'alaba bilan qaytish uchun hammamiz sizga duo o'qiylik. Ko'p rahmat kapitan. Biroq men tavakkulchi emasman. Buni esingizda chin tuting.
Ko'pchilik so'zimga quloq solinglar. Men chani bilan Chang'ida Shimoliy qutbga bormoqchiman. Cho'qim ko'ngillik bo'ladi. Shundoq, men boray. Nima boray? Men boray. Buning sharti bor. Oldi bilan salomatligi yaxshi bo'lish kerak. Chang'i telish maharati cho'qim yuqori bo'lish kerak. Harakat iqtidorimi yaxshi bo'lish kerak. So'zimni tushundinglarmi? Harakat iqtidorimi yaxshi bo'lish kerak. Ha? Men boray. Haqirek tursang. Sening bo'ying motayilli. Biroq sen daksimiz tursan, yarımığı daksan. Meningcha, men yarayman jumo, a? To'xtanglar. Men boray. Johnson, sen yarasanmi? Sen yaraysan. Sen turib qo'yding. Johnson ani yaxshi namza. Shundoq. Yaxshimisan? Johnson, ham ishsan qarashlar. G'ayrat qil! Johnson, g'ayrat qil! Tayyorlik tutib, yo'lga chiqadigan vaqtni kelib qoldi. Bu qatimqi tekshirishimizga ko'p yordam qildingiz, kapitan. Ne gaplarni qilyapsiz? Obdan ishlang. Ko'p ishlarimizga yordam qildingiz. Oq yo'l bo'lsin. Rahmat. Nansen bilan Johnson mana shunday qilib, Framor nomli parxod bilan qo'shishib, 600 kilometr yiroqlikka qutib qarab atlandi. Dastlabki bir haftada ular ko'z yetkisiz telg'oq muzliqda o'ngishliq ilgariladi. Bunday ilgirlash, xuddi sayoq chiqqandek ko'ngillik bo'ladi ekan. Mening ishimiz bak asta. Suratni teziltaylik. Bo'lmaydi. İşte bundan tez çapsa tügeç gelişiyor. Gibimle Allah. Astırak. O kalvalla. Kayak çıkmadı. Astırak değil mi? Bir hafta ötüp ketdi. Muzluq endi asli qiyofasini oshkorlab, ularning yo'liga to'saliq bo'lishga boshladi. To'xtashqa hargiz bo'lmaydi. Oliq ilgirlamakdan boshqa amal yo'q. Johnson, avaylig'in. Muzlar harakatlanib turdi-mu? Hech qisi yo'q. Biz to'xtamay ilgirlasaklar, cho'qim o'tib ketalaymiz. Bo'ladi hamsa. Qadamni to'xtatmaylik. Kuchadimi? Bu navbatimiz sening canın. Emandoq ig'ir canım. Qutulinglar! Ular qaerdan so'rab qaramay, qaysarlik bilan to'xtamay olg'a ilgariladi. Qattiq sovuqda ularning kiyimlari to'nglab, xuddi temir chapandek qechib qolgan edi. Uxlaganda ozroq bo'lsa-mu, issiqroq yetish uchun ular bir uxlash holatiga kirib oladi. Shunday bo'lsa-mu, uning hech qancha roli bo'lmaydi. Nim degan so'q. Tamoq istib olaylik. Sharoit shunday nachar bo'lsa-mu, ular mag'dursiz tinini so'rab, dahshatlik shivirg'onga va muz tog'larga bo'y bermay, to'xtamay olg'a ilgariladi. Ular har minut, har sekund umidsizlik bilan jon tikib elishadi. Nachar chanaga qatgan ishlar allaburun holsizlanib yetib qolgan edi. Johnson, biz aldığımız günü 3 kilometre yürüyen, dün günü mangınımız 2 kilometreye yetmeydi. Kodu Qo'ng'izning ömürlüşlü boldu bu. Hey, Har qancha ostib maqsaqma, hargiz to'xtab qolmaydi. bu muzliqning ahvoli mening paraz qilganimdan ko'pdan acharkan. Nansen tishini tishlab to'xtamay olg'a ilgarilmoqda edi. Qattiq charchagandan ustixonlari ajrab ketayotgandek siyqirab og'riydi. Har qatim vatan va xalqning umidi va bergan va'datlarini o'ylaganda uningga kuch kirgandek bo'ladi. Holbuki Johnson, obdandiroq o'ylanib ko'raylik. Keynimizga yong'inimiz obdandiroqmikin deyman. Endi o'zimizni besi olaylik. Yani alg'a ilgirlash ahmoqlik bo'ladi. Alg'a menglasak o'zimizni o'limga tutib berishdan boshqa ish emas. bo'ldi bas. Nima bilan da'vatsa? Ming tasbiya kelganda oqimiz g'inimizmi? Hargiz bo'lmaydi. Bu yerga qandoq javob keldik? Amdilikda nimishqa keynimizga yong'iramiz. Toza qamlashmagan gap bo'ldi deb bu. Menimcha chidamay qolgan o'xshamsa, bu to'g'ri yurak. Johnson o'zingni besi vaqt obdan o'yla. Yer pahalimizni ketdik bir kunda 2-3 kilometr basamızsak bu
Bundaq ketiversak, Şimal qutubqa qachon boramiz? O'ylangandek yeri yo'q. Chidam g'ayratli bo'ladi ekan. Har qanday ishni boshqa chiqalaymiz. Ammo hozir qilayotgan ishimiz faqat aplashmadi-ku. Mayli nimalarda? O'zim yolg'iz qolsam, qutubqa bormay qo'ymayman. Kerimga chekadigan ishni hargizmi qilmayman. Johnson, sening aytganingdek, men yuraksiz bo'lishim mumkin, biroq hargizmi irodasiz yoki chidamas emasman. Buni esingda ching tut. Mening bu qitimqi tekshirish planimga vatan va xalqning qanchilgan umidi va qo'llishi singan. Vatan va xalq bizning odam oyog'i tayingan bu shimol qutbini bo'ysundirishimizni kutyapti. Bu navbat g'alib qilsak, yo'limiz ichiladi. Tekshirishimizni davomlashtira olamiz. Uningmi yaxshi ish bo'lmas. Lekin qaramliq qilib, o'rinsiz qurbon bo'lguncha kuchimizni oyab qo'yib, kelar navbat yana qayta o'rnib baqmamdi. Qanday dedim? Shunga hozir qaytayli. Demakchi bo'g'inimni tushundingmi, Johnson? Qaytish uchun teximiz zo'r g'ayrat bo'lmasa bo'lmaydi. Tushundim. Bo'pti. Qaytaylamsa, qaytib borgandan keyin kishilar masxara qilsa qilaversin. O gap so'zlarni ikkimiz tan ko'taramiz. Qaytishqa berishdimi ko'p g'ayrat jasorat bo'lmasa bo'lmaydi. Bu dunyoda bundaq jasorat bo'lmaganlikdan mag'lub bo'lganlar oz emas. Lekin Nansen botirlar qaytgan. Garchi ular Shimoliy qutb markaziga yetib boramagan bo'lsa-mu, lekin ayni chog'da birma odam ulardek qutbga eng yaqin bora olgan emas.好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずアリのアリによるアリのための私めは大統領